1 maydan boshlab ekostikerlar pullik bo'ladimi? 2025-yil 28-noyabrdagi Vazirlar Mahkamasining 750-sonli qaroriga asosan transport vositalariga ekostiker berish tizimi joriy etildi. Ushbu ekostikerlar nima uchun kerak? Atmosfera havosiga transport vositalaridan chiqayotgan zararli gazlar miqdoriga qarab transport vositalarining toifaga ajratish mana shu tizim orqali belgilanadi. Ekostikerlarni olish tartibi qanday? Ushbu qarorga asosan gibrid hamda ishlab chiqarilganiga 3 yildan ortiq bo'lmagan transport vositalari ekologik toza deb hisoblanadi va ular to'g'ridan-to'g'ri mana shunday ekostikerlarni olishlari mumkin. Endi ishlab chiqarilganiga 3 yildan ortiq bo'lgan transport vositalari esa maxsus tekshiruvlardan so'ng transport vositalaridan chiqayotgan zararli gazlar miqdoriga qarab 3 toifaga bo'linadi. Ya'ni yashil toza, sariq o'rta va qizil zararli toifalarga bo'linadi. Ushbu ekostikerlarni olishdagi to'lovlar tartibi qanday? Albatta, transport vositalariga birinchi marotaba mana shunday ekostikerlarni olish hamda birinchi marotaba olingandan keyingi 1 yil davomidagi ekostikerlar toifasini o'zgartirish bo'yicha hech qanday to'lovlar amalga oshirilmaydi va keyingi davr davomidagi maxsus tekshiruvlar hamda ekostikerlarni olish bo'yicha esa belgilangan tartibda to'lovlar amalga oshirilishi lozim bo'ladi. Ushbu ekostikerlarni kimlar olishi shart emas. Ya'ni O'zbekiston hududida tranzit harakatlanayotgan transport vositalari, shuningdek chet el fuqarolariga tegishli bo'lgan 90 kun muddatga O'zbekiston hududiga kirgan transport vositalari, shuningdek elektr quvvat bilan harakatlanuvchi transport vositalari va elektromoto hamda moped va skuterlar, shuningdek 3 g'ildirakli transport vositalari bunday ekostikerlarni olishlari shart emas. Hozirda fuqarolarimizda 2026-yil 1-may sanasidan boshlab ekostikerlarni olish pulli bo'lishi haqidagi mishmishlar yuribdi. Bu gap so'zlar albatta asossiz, chunki yuqorida aytib o'tganimizdek transport vositalariga belgilangan tartibda birinchi marotaba ekostikerlarni olish albatta bepul amalga oshiriladi. Hozirgi kunda bunday ekostikerlarni Farg'ona viloyati hududida Yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi ro'yxatdan o'tkazish va imtihon olish bo'limiga kelingan holatda maxsus tekshiruvlardan o'tkazilgandan keyingina esa ekostikerlarni olishlari mumkin. Ekostikerlarning qaysidir muddatdan keyin pulli bo'lishligi yoki qaysidir muddatdan keyin majburiy bo'lishligi haqidagi gap so'zlarning barchasi asossiz bo'lib, fuqarolarimiz bunday ekostikerlarni o'zlari uchun qulay bo'lgan vaqtlarda, ya'ni ish kunlarida ro'yxatdan o'tkazish va imtihon olish bo'limiga kelgan holatda olishlari mumkin bo'ladi.